Mana hurmatli qulupnay ishqibozlari, qulupnaylarimiz astoydil gullashni boshladi. Mana shu holatlarda mana teskari kelib qolsa ichkariga ketib qoladi. Hozir qator yaxshi gullayadi. Yangi chiqib ketganlari, bular sal shoshilib chiqqanroqlari mana gullayotibdi. Bizda hozircha holat mana shundaqangi. Rezultat deydimi, natija deydimi, mana shu holatda ketyapmiz. Mana natijalar yomon emas. Gullarimizda mana adborni qulupnaylar juda ko'p. 90% adbor bo'ladi. Bularning maydasi bo'lmaydi. Maydalari eng maydacha deganlari ham mana bunaqangi gulchalar. Mana shu gulchalar ham bir xil yaxshi qulupnaylarning gulidan irik. Bizda hozircha natija mana shu holatda. Mana bu tomonlari ham mana gullab yotibdi. Endi birdaniga ikki tarafda olib yurib bo'lmagani uchun bir tomonda olyapmiz. Uzr so'raymiz. Mana shu holatda endi qisqa videomiz tezroq bo'lmasa ko'payib ketsa bo'lmayapti.